Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa, bugungi yangilikimiz, bugungi obzorimiz sizlarga zo'r, foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa, videoni o'tirib bermaymiz, oxirigacha ko'ramiz. Men esa sizlarga ya'ni bahorda, kuzda, qish faslidan ham giymakka удобный bo'lgan, xudo xolasa, sportiniy dvoykalarni obzor qilib ko'rsatib o'taman. Ya'ni hozirda men sizlarga ko'rsatib o'tadigan narsalarim, ya'ni katta yoshdagi og'alarimiz uchun ham bor, lekin o'rta yoshdagi giyobollarimiz uchun ham zo'r yangiliklarni oldistirib qo'yganmiz. Videoni o'tirib bermaymiz, oxirigacha ko'ramiz. Asa, qaranglar, ketdi. Boshlaymiz. Eng birinchi shu Adidas Montanadan ketamiz. Qaranglar, xabarlaringiz bor. Oqshommasini oqshomi skidga qo'ygan edik. Ya'ni Montana bilan Adidas sportivkalarini, xudo xolasa, уже bu narsalarimizdan ham dim oz qoldi. Bemalol agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaversangizlar bo'ladi. Zo'r narxlarda qilib beramiz. Bugungi yangilikimiz esa qaranglar, sizlarga ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Limited Edition degan modellaridan biri. Qaranglar. Choco svetda bo'ladi, lekin вообще o'ldirib berganlar. Kачество'ni ham, dizaynni ham вообще boshqacha. Ya'ni ko'p do'konlarga kirasiz, bilaman, shu dapasi plashovka, bo'lmasa Ponyamer plashovka bo'ladi. Dizaynga bir baho beringlar. Вообще четко chiqqan. Eng главный особisi trikosam o'zinikini svetda. Bu svetni katta ko'pchilik mijozlarimiz so'ragan edi. Keyin viloyatdan ko'rib turgan og'alarimiz ham so'ragan edilar. Viloyatdan ko'rib turgan og'alarimiz, sizlar uchun endi dostavkamiz shuninglayin besplatniy bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol nech narsalarni zakaz qilsangizlar ham o'zi Adidas Montanamiz ketgan vaqtda bo'ldi. Shundan tashqari qolgan hamma narsaga xudo xolasa dostavkasini besplatniy qilib beramiz. Ya'ni zo'r baholarda, undan tashqari dostavkasi ham mut ichida. Bemalol 12 viloyatdan bor, shuning uchun qo'rqmang, orqayin zakazni beraverasizlar. Lekin to'lovi oldindan bo'ladi bizada. To'lovni oldindan qilasiz, ana keyin dostavkamizni chiqarib beramiz. Qaranglar, endi bu narsani endi obzorni boshlaymiz. Novdan Dislambi firmasini Big Life'dan bo'ladi. O'sha mashhur Big Life brendidan tegishli bo'lgan dvoyka mahsulotimiz. Bu dvoykamiz o'rta yoshdagi yoshi katta mijozlarimizda ko'nglidan joy oladigan mahsulotlarimizdan biri. Stilda bo'ladi, Turkiyani stilida ishlangan, qolip ham shunday bo'ladi. Qaranglar, вообще shikarniy chiqqan dvoykamiz. Yangilar, yangichasini giyaman degan mijozlarimiz uchun bo'ladi. Razmerlari 52-razmerdan 58-razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Endi sizlarga narxini aytib o'taman. Narxi 450 ming so'mdan aytilishi, xudo xolasa, qaytib, kelishtirib, chiroyli, zo'r narxlarda beramiz. Shuning uchun bemalol agar Xorazmdan bo'lsangiz, Urganchdan bo'lsangiz, sizlarga вообще zo'r variant. Magazinimiz Urganch Center buyum bozorida joylashgan, ya'ni ichida bo'ladi. 3-qator 136-magazinda joylashgan bo'ladi. Bemalol magazinga kelsangizlar, o'zlaringiz ko'rib, bahosini beraverasizlar, xudo xolasa. Razmerlari bor, xudo xolasa. Keyingi yangilikimiz Armani Extension bo'ladi. Qaranglar, bu mahsulotimiz Xitoyniki bo'ladi. Aldan shunday plashovka bilan ishlangan. Tipa vitrovka hisobidan ham giyiladigan rasvetkalaridan biri. Keyin bu modelni, ya'ni необычный rasvetkasidan ham bor, xudo xolasa. Bu narsani ham ko'pchilik biladi, ya'ni FS Sportni. Xitoy mahsuloti bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimiz bu narsani Turkiyada bo'ladi ekan. Turkiyaning mahsuloti emas, Xitoyniki bo'ladi, xudo xolasa. Xitoyniki bo'lgani bilan sifati zo'ri, yaxshisi. Endi do'konning ichi bo'lgandan keyin dim arzon narsalarni ham oldistirib bo'lmaydi. Bugungi yangilikimiz sizlarga shu 3 xil bo'lgan dvoyka mahsulotlarni obzorini qilib berdik. Xudo xolasa, narxini keladigan bo'lsa, yana bir qator tushuntirib o'taman. 450 ming so'mdan qaytib, galishtirib, chiroyli, zo'r narxlarda beramiz. Mahsulotimizni narxi, bu narsamizni 500 ming so'm aytib o'tiribmiz. Xudo xolasa, qaytib kelishtirib, zo'r narxlarda beramiz. Trikosining sveti temno-siniyda bo'ladi. Bir rasvetkamizniki ham shuning. Faqat bu modelimizniki o'zinikining rangda bo'ladi. Bu mahsulotimizdan narxi 450 ming so'mdan. Ikkisi ham Xitoyning mahsuloti, faqat firmasida farq etadi.
Keyingi yangilikimiz qaranglar sizlarga. Yana bir shikarniy duvoykamizni ko'rsatib o'taman. G'izimini e'tibor bermaymiz. Bugungi tutdi rasvetkalarimizni hammasi. Shuning uchun sizlarga issi ustunda obzor qilib tanishtirib turibman. Bu narsamizning narxi, xudo xolasa 450 ming so'mdan. O'zi bu duvoykamizni 400 ming so'mgacha berib o'tiribmiz, eng oxirgi summasi. Bu narsamizdan esa, ya'ni bu duvoykamizni 450 ming so'mgacha berib o'tiribmiz, bu duvoykamizni 400 ming so'mgacha berib o'tiribmiz. Ana sizlarga berib turgan summalarimni aytib turibman. Iminoy YouTube'dan keladigan klientlarimiz uchun xudo xolasa ustunda 10-20 ming so'm skidkasi bor. Xudo xolasa. Хотя bu suv puli, kofe puli, choy puli qaytib beramiz. Aytib o'tganimning dastavkasi ham shuni ichida bo'ladi. Xohlasangizlar dapadagi rasvetkalarimizdan ham bor. Men hozir sizlarga ko'rsatib o'tganimni hammasi hurmatli mijozlarimiz bahorgi, kuzgi, ya'ni qish faslidan ham kiysangiz bo'ladi. Kurtkan ichidan endi baribir eldimiz yangi yil, bayram deysizlar, keyin 14-yanvar deysizlar, xullas hammasini ketadigan rasvetkalarimizdan biri. Agar bu videoni ayol kishilar ko'rib turgan bo'lsalar, 14-yanvarga уже oz qoldi. Foydalanib qoladigan joyi lekin sho'larni qaranglar. Milliy yangilik, ya'ni необычный rasvetkalar hamma vaqt ham uchrayvermaydi. Gelish kerak, ko'rish kerak, xarid qilish kerak. Bo'lgani. Keyin sizlarga qalin rasvetkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, qalinlarni ham chiroyli, zo'r skidka narxlarda taxlashtirib beramiz. Уже biza 2026, ya'ni tozalangan versiyasini xudo xolasa tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Yana bir где-то 4-5 kundan уже полный 2026-yilni yangilik zo'r duvoykalari bilan yana magazinimizni to'ldirib, taxlashtirib qo'yamiz. Xudo xolasa bugungi qisqacha videomiz, qisqacha obzorimiz shulardan iborat edi. Magazinimizning adresini keladigan bo'lsak, yana bir qator tushuntirib o'taman. Urganch Raycenter buyum bozori 3-qator 136-magazin bo'ladi. Giyobollarimiz uchun ham xudo xolasa 300 ming so'mdan boshlanadi duvoykalarimiz. Bemalol kelaverasizlar. Hammani magazinimizda kutib qolamiz. Ish vaqtimiz azongi soat 8 dan kechki soat 6 gadan.